Mana ko'rib turganlaringdek dachani lokatsiyasi chiqdi dachaga olib boradigan yo'l ham mana kartada ko'rindi. Mana bu shu yo'lni joylab berdik, mana dachalari. Endi bu yerga biz dachani joylaymiz, nomlarini kiritib, Yandex kartadan qidirganda chiqadigan qilib. Mana masalan marshrut qo'yiladigan bo'lsa, bu yoqdan deylik mana dachagacha bo'lgan masofa. Mana ko'rsatyapti. Endi mijozlari xudo xolasa adashmasdan to'g'ri bitta lokatsiya tashlaganda dachalarning eshigini tagigacha kelaveradi. Kimga shunaqa qilib lokatsiyalarni ko'rintirib, joylab, bizneslarni kartaga kirgizish kerak bo'lsa, bemalol yozaverasizlar.